Qishda ayollarimizning eng katta muammosi bu idish-tovoq yuvayotgan paytligida qo'lligi yorilib, achishib og'riydi-yu. O'sha narsani bizga yechimi bor. Ayolimga posudmoyka olib bersam, sifati qanaqa bo'lar ekan, narxi qimmat emasmikin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu yog'iga bu sizni umuman o'ylantirmaydi. Zifler firmasini bo'yi 85, eni 60, chuqurligi 60 bo'lgan, eng oxirgi navorotdagi qop-qora dizayndagi posudmoykasi bizni olib kelganmiz. Ushbu mahsulotimizga ofitsialniy 3 yil kafolat beriladi. Dizaynni prosta yorib tashlashgan, polniy sensor orqali boshqariladigan bo'ladi. Boya aytganimdek 14 ta personali bo'ladi. Jitkilar ichkariga qo'yiladi. 3 ta tarafdan suv sepib tozalab yuvadi. Pastdan, o'rtadan, tepasidan. Yana bitta zo'r tarafi qo'shuv vilkalarni bemalol tepasiga solib qo'ysanglar, mashina o'zidan yuvib beradi. Bu posudmoykamizni siz uyda qo'lingizda ishlatib yuvadigan paytingizda ketkazadigan suvingizdan ham kamroq suv rasvod qiladigan bo'ladi. Ushbu mahsulotimizni bizga like bosib, obuna bo'lib qo'ygan har bitta mijozimizga bor yo'g'i $335 dan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib zakaz qilsanglar bo'ladi.